Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Oltunkash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Kerimning kechirmishlarini o'qigan edik. Uning Oltunkash nomli dramani yozganlik sababidan tutilganligi va uning maktab darvozasidan tunji qadam olgan kunidagi asmlarini o'qigan edik. Endi davomini o'qiymiz. Qizil binoning sol tarafiga rat-rat silingan yig'in zali, fizika, matematika binosi, adabiyot, tarix binosi, siyosiy maarif binosi, o'ng tarafga ayrim-ayrim joylashgan oshxona, yotoq binolari ko'zimga shundoq hayvat ko'ringan edi. Bu yer menga men orzulagan hamma narsani beradi. Meni Pushkinga, Bayronga, Lermontovga, Abdulla To'qay, Hadi Taqtashqa va o'zimizning ishidan chiqqan men qizg'in suydigan shoirlarga, shundoqla xiyolimdagi go'zal bir kelajakka bog'lab turadi. O'zim taqsim qilingan sinfga kirdim. Savodoshlarim bilan tanishgandan keyin bildimki, bundoq orzularda bo'layotgan va hayajonlarni ichiga sig'dira olmayotgan yolg'iz menla emas ekanman. Bir sinfdagi 50 necha bola hammamiz o'xshash o'ylaydi ekanmiz. Tirishib bilim ilib, sotsializm ishlariga to'hfa qo'shib, kommunizm jamiyatini o'z qo'limiz bilan qurish, hatto butkul dunyo kommunizm bayrog'ini lapildatib, ezilish, nohaqchilik, nomrodlik bo'lmagan yip-yangi go'zal bir dunyo barpo qilish. Mana bu kichigimizdan tortib olgan tarbiya. Bizda yetildirgan g'oya edi. Sotsializm kommunizmning oldingi bosqichi. U ezilish, nohaqchilik asosan yo'qolgan. Sinfi dushmanlar proletariat diktaturasi ostida jon talishayotgan, xalq davlatning xo'jayini bo'lib, barobar, paravan turmush kechirayotgan bir davrdir. Mushundoq go'zal, istiqbolli jamiyatda yashayotgan biz yoshlar naqadar baxtliga. O'qituvchilarimizning xeyli bir qismi Sovet ittifoqining har qaysi jumhuriyatida yoki Moskvada o'qiganlar bo'lib, ular bizga Sovet xalqi kechirayotgan baxtiyor turmush, u yerdagi o'zgarishlar ustida to'xtalganida, u kunlar bizga oz qoldi. Biz faqat tirishchanligimiz orqali ularga yetishib olaymiz, deb qalbimizga o'tni texmo yolqinjitatdi. Ular darslarni nihoyat yaxshi o'tadi. Chet el adabiyoti, Sovet adabiyoti o'tadigan oq chashliq Abdusalom muallim. Tarix darsini asta ovozda ammo nihoyat jalbkorlik bilan o'tadigan Tursun muallim. Tilshunoslikni o'tadigan, Uyg'ur tilini nihoyat yiqimli ohangda so'zlaydigan Xanzu ayol muallim va logika, psixologiyani daftar yoki kitobga qaramay so'zlab, mingimizga quyib qo'ydigan Sabir apandim. Avut muallimlar menda nihoyat cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Bo'libmi, Abdusalom muallimning og'zidan chiqqan har bir so'zni yerga tushib yo'q bo'lib ketishdan ansirgandek bir xil taqozolik bilan anglaytdim. Oqsuyak oilasida cho'ng bo'lgan, ammo oqsuyaklarga nafratlanadigan, jahon kezishini yaxshi ko'radigan, Gretsiya xalqining milliy ozodlik kurashlariga hayotini beg'ishlagan Bayron menga bakrak yoqatdi. Muallim Pushkin, Lermontov va Mayakovskiylar to'g'risida ko'proq to'xtalatdi. Ularning she'rlarini jarangliq ovozda deklamatsiya qilib beradi yoki bizga deklamatsiya qildiradi. Mundaq chaqlarda hayajondan ko'zlarimga yosh keladi. Muallimlarimiz bizga kitobni ko'p o'qishni tavsiya qiladi. Biz Sovet ittifoqida nashr qilingan Uyg'urcha kitoblarni emas, Slavyan yezigidagi o'zbekcha, qozoqcha kitoblarni o'qiydigan bo'lib ketgan edik. Biz kitoblarni o'qib bo'lib sinfda, ba'zi oqshomlari yotoqda ta'sirotimizni so'zlashib, munozirlashib ketardik. Shu munozirlar ichida Anna Karenina to'g'risidagi munozira bak qizitdi. Ko'p qism savoddoshlarimiz bo'libmi qizlar Anna Kareninani buzuq, axloqsiz ayol deb qarashatdi. Hadiya qatorliq qizlar
Yoşurincha yomon ishlarning hammini qilib, kishilarning oldida oliyjanob qiyofatga kirib olganlar axloqsiz bo'lmay, saxtipazlik qilmay, ochiq oshkora holda yaxshi ko'rgan odamining orqasidan ketgan Anna Karina axloqsiz bo'lamdi? Uningmi muhabbatga erishish huquqi bor-ku, desa, qarshi tarafdagilar. Muhabbatni qo'g'lishadigan odam boshda nimishqa o'zidan cho'ng odamga tegidi? U odamda nima gunoh? Uning o'g'lida nima gunoh? Anna o'z baxtini deb boshqalarga azob ilib kelsa bo'lamdi, deyishatdi. Men garchi hadiya qatoriqlar tarafda tursammu, ko'nglimda Anna Karinani burjuaziya yoki proletariat deyilmay gangirab qolatdim. Hamma odamning sinfi maydoni bo'lishi kerak edi. Ammo Anna Karinani sinfga ayrig'ili bo'lmaydi. Faqatla uning eri azguchilar sinfining vakili edi. Bu nuqtadan olganda Annaning uningdan yuz o'rganimi to'g'ridek qiladi. Ishqilib, bu munoziraning oyog'i chiqmagan edi. Ba'zi bolalar Oktyabr inqilobidan burunqi urush va tinchlik, Anna Karina kapitan qizi, zamonimizning qahramoni, Harpaga o'xshash romanlarni yoqtirmaydi. Ular personajlar taqdirining ko'pincha tragediyalik bo'lishi, turmush va odamning tabiatidagi rahimsiz, xunuk taraflarning aynan va ko'proq ichib berilishi yurakni ezib, odamni beorom qiladi deb qaraydi. Men nimishqidir dal shundaq asarlarni yoqtiratdim. Ularda men aytib berolmaydigan bir xil sehriy kuch bor edi. Ularni Oltin vodining shamollari, o'qitquchi, Sitaxanovchilar degandek romanlarga silishtirg'ili bo'lmaydi. Men yana yosh gvardiya, sirliq so'qmoqlarga o'xshash urush va yer osti kurashlar tema qilingan jangovar asarlarni yoqtiratdim. Taras Bolboni o'qib etib, ananing uxlab qolgan o'g'illariga qarab qiyolmay o'ltirib ketgan. Taras Bolboning o'z qavmiga osiylik qilgan o'g'ilni tutib olib, "Seni dunyoga keltirgan men edim. Jiningni olganmi men bo'lay" deganlari. Uni etib o'ltirib bo'lib, kelishgan bo'y bastiga maxmaldek qoshlariga qiyolmay ham ichinib qarab ketgan yerlarini kuchlik hayajon bilan qayta o'qib ketatdim. Qisqasi, nihoyat ko'p kitobni shu davrda o'qigan edik. Chet el yozuvchilarining xotirlarida ko'chirilib yurgan she'r, hikoya, romanlarimi bizni bek jalb qiladi. Har bir kitob bizga bir tashqi dunyoni emas, keng bir ma'naviy dunyoni ichib beradi. Biz ulardan badiiy adabiyotni tushunib qolmay, tarixni, insonni, kishilik turmushni tushunatdik. Yana ko'plagan kitobda ishchilar sinfi, nomurodlar, sotsializm madihinlatdi. Dunyodagi jimi kapitalizm, jahongirlik, burjuaziya deganlar chirik, o'layotgan, yo'qolish oldida turgan yovuz kuch deb tasvirlanadi. Ular va ularning gumashdilari bariq sinfi dushman bizning go'zal sotsialistik vatanimizga buzg'unchilik qiladi. Ular bu go'zal dunyoda yashash salohiyati bo'lmagan razil unsurlar edi. Unsur degan bu so'zning ma'nosini tushunmasakmi, biz uchun yo'chun, zulmatlik bir ishlardan, g'oyat zo'r baxtsizlikdan, yakki yegonalikdan derak beradi. Xiyolimizda o'zimizning ashundoq so'zlardan va ishlardan yiroq ekanligimizdan qanoat hosil qilatdik. O'zimizni baxtli hisoblaydik. Her shanba kechda maktab bo'yicha o'tkaziladigan tans kechiliklari va har xil faoliyat ham she'r yozish havasi bilan kunlarimiz jo'shqin, ritmli o'tadi. Yakshanba kuni tushlik tomoqdan keyin akkordionchi savodishimiz yorini o'ttirg'a elib, naqsha soz bilan qatorlashib mingib, do'nko'rik taraflarga yoki tixmo yiroqdagi bog'chilarga boratdik. Maktab darvozasidan chiqib, qatorlashib pastga qarab ketayotganimizda qadamda bir uchrab turgan cho'nglar, donglik olim, o'lima, san'atkorlar, o'qituvchilar, tunush, notunush yo'lovchilar bizga havas bilan kulimsirab qarashatdi. Ba'zilar oldimizga kelib salomlashadi. Bundaq chaqlarda o'zimizni jahonga patmayotgandek sezib, ruhlanib ketatdik. Bog'chilarda, oshxonalarda o'ltirib ancha-muncha ichib
qo'yatdiq, lekin haddidan eshib ketmaydiq. Kechlik muzokaraga ulgurib maktabga qaytib kelatdiq. Ikkinchi mavsumga barabarmay Kamol bilan G'ofurjon matbuotlarda she'r e'lon qilishga boshladi. G'ofurjonning Əmgək və Muhabbət temasidagi bir necha lirikasi bilan Kamolning yangi jamiyat madhiylangan Tong Nuri nomli she'ri Şinjan adabiyot san'atida e'lon qilindi. Bu ayni chog'dagi eng nufuzli adabiy jurnal edi. Ular ikkisi menimi yezishga, yozganlarimni matbuotga avatishga ilhomlantiradi. Ularning da'vatlaridan xushal bo'lib ketsammi, nemishqidir jur'at qila olmaydim. Ularning yozganlari oldida mening yozmalarim ma'nisiz, quruq bir nimalardek bilinadi. Ko'p ikkilinishdan keyin ayg'ir suv ichgan buloq, gul va ozg'on, yulduz bilan so'zlashish degan she'rlarimni jurnalga pochtadan avatdim. Uzoq o'tmay she'rlarimning uchilisi orqa-orqadan besilib chiqdi. Texi takrir bo'limidagi Burkut apandining meni ishxonasiga chaqirganligi to'g'risida xabarmi keldi. Ashu kuni hayajondan o'zimni oralla kontrol qilib takrir bo'limiga kirib kelganim, boshqalar menga ko'rsatib qo'ygan Burkut apandining menga bosh ko'tarib qarabmi qo'ymag'ini zodi esimdan chiqmaydi. U o'ruq, yo'g'onbosh, bo'yni inchga kelgan odam ekan. Uzun bilaklarini ikki tarafga tashlab qog'oz dovisiga cho'kib o'tirganda ikki mursi cho'qchiyib, qalin qoshlari bilan egiz qanshirlar ko'rinib, kishiga haqiqiy Burkutni eslatadi ekan. U mening oldiga kelib to'xtaganimni sezdi bo'lg'ay, o'ruq uzun qo'llarini favqulodda tezlik bilan menga qaratib so'zdi. Asring bo'lsa berib yo'lingga mang, demoqchi bo'lsa kerak, deb tushundim. Men sizni chaqirtibdikanlar. Men institutning o'quvchisi, dedim. U shartta beshini ko'tardi. Qalin qoshlarining tagidagi vil-vil yinib turgandek ko'rinadigan ko'zlari bilan menga mundaqli qarab qo'ydi va o'ltirishga taklif qilib, o'rindiqni ko'rsatdi. Orqadan u mening yeshimni, yurtimni, oila ahvolimni, o'qishimni so'radi. Javobimni anglab bo'lib, "Shundoq qilib, birinchi yillikning o'quvchisiman dang. She'rlaringiz bo'ladi ekan, xeyli ussigan yerga boradi ekan. Bo'libmi badiiy tusi o'zgacha ekan. Shunga she'rlaringizning toza pishmagan taraflari bo'lsa-mu, jurnalga berdik. Lekin davomli yezib turishni unutmang. Meningcha sizda umid bor", dedi. Uning tarang-turung, qo'pol ohangda qilgan so'zlari menga dunyodagi eng yiqimli so'zlardek bilindi. Xo'shish oldida u menga qarab kulimsiradi. Bu kulimsirash uning surli qiyofatini o'zgartib, bolalarcha yiqimli, mehribon tus berdi. Men ichimda bu balkim uning haqiqiy mohiyati bo'lishi kerak deganlarni o'yladim. Chunki men o'zining ko'ngli yumshoqligini rahimsiz tashqi qiyofati bilan, rahimsizligini mehribon qiyofat bilan yo'shiradigan odamlarni ko'p ko'rgan. Burkut apandi bilan tunji ko'rishdila o'tirimizda tushunishdek bir narsa paydo bo'lgan edi. Keyin ko'rishish qitim soni ko'paygancha uning ko'nglimdagi o'rni borgan sari yuqorilab bordi. She'rlarim kayni-kayndan e'lon qilinib, qinimga patmay yurgan kunlarning birida oyog'imni yamitish uchun maktab darvozasining so'l tarafida yamoqchilik qiladigan bir mo'ysipit odamni izlab chiqdim. U kursida o'ltirib, ko'zoynakini qanshiriga tushirib qo'yib gazet o'qiyotdi. Uni bu holda ko'rib, boshqalardan uni ilgari nihoyat katta o'tgan, chet ellarda o'qigan, yuqori ma'lumotli odam ekan, ammo badxash bo'lganligi uchun ota-onasining mol dunyosini buzib chechib tugutib, mush holga tushib qolgan ekan deb anglaganim esimga kechdi. Salomlashib bo'lib uning oldidagi kona yog'och o'rindiqda gazetni o'qib bo'lishini saqlab birpas o'ltirdim. U xabar mavzulariga aldirab ko'z yugurtgach, "Ma gapni ko'ring. Tulki quyruqi endi oshkorlashga boshlabdi. Hey odamlar" degandek gaplarni qilib o'zi bilan o'zi so'zlashatdi. Goh o'zicha chikildab tortatdi. U tuyuqsiz qo'ldagi gazetni purlab yonga tashladi-da ko'zoynagini tuzab menga qaradi. "Xo'sh, yigit." Darhol oyog'imni silib qo'liga berdim.
u dastlab turishim uchun kona sapmakashdan birini tashlab berib ishga kirishdi. Harakatlaridan bir achchiq qo'pollik chiqib turadi. Ishni to'xtatmay, chiroyimg'imi qaramay o'ltirib, turklarning bir sodda dehqon bilan hiylagar kazzab to'g'risidagi masalani so'zildi. So'zlab bo'lib, tikib bo'lgan oyoqni qo'limga berib, "Sizlar nimani bilatdinglar? Oldinglarda tulkidek yijiyib turganlarning niyatini bilatdinglarmi? Bilmaysizlar balalar, bilmaysizlar. Bir kunlarda isit deb qolasizlar. Lekin u chaqda o'rniga kelmaydi", dedi-de, yana bir boy oyog'imni qo'liga elib, boyiqidek zarda bilan yamashqa boshladi. Bu odamning gaplarini bir tushunib, bir tushunmay, nima demoqchiligini anqirolmay tursammi, qiziqib og'zini tatilab boqmoqchi bo'ldim. Ustam, o'zlarini nihoyat katta yerlarda o'qigan, ko'pni ko'rgan odam deb anglagan edim. Qandoq sizga bundoq yerda o'ltirib qolganlar? U ko'z aynikining ustidan menga ho'muyib qarab qo'ydi. Nima deb o'ltiratdim? 3 non bilan bir cho'gin choyni deb o'ltiraman. Meni gapga silib nima qilasan? Men degan qeri, bir puti go'rga sangilagan odam. O'zingning gapini qila, o'zingning. Ha, o'zing kim bo'lasan? Qaysi fakultetda o'qiysan? Yurting nadin? Adabiyot fakultetida o'qiyman, men Qashqarlik. Ha, Qashqarlik degin. Hey, Qashqar. Bu dunyoning jannatimi shu Qashqar, do'zaximi shu Qashqar. U beshini ko'tarib menga yana bir qarab qo'yib, "She'r yozib turamsan?" deb so'radi. "Ancha-muncha yozaman, bir necha she'rim jurnalga bisildi." "She'rlaringni olg'ash kel, ko'rib boqay." Men u kishi bilan shunday qilib tunishib qoldim. Uning gap so'zlari, fikr qilishi, o'qituvchilarimizgami, men tunuydigan boshqa ma'lumotli kishilargami o'xshamaydi. Klassik she'rlarni va tarixni pishiq biladigandek qiladi. U ikki eg'iz gapining birida Sovet ittifoqini va ruslarni tillaydi. Biz cho'qindigan bir muncha shoirni ko'zga ilibmi qo'ymaydi. Rastili karomating bo'lsa, kash yemab o'ltiramding. Ularni ko'rolmayotsan-ku tayinliq. Deb ichimda menmu uningga qoyil bo'lmaydim. Har qatim shundaq gaplarni anglaganda, endi uning bilan ko'rishmaslik qaroriga keladimi-yo, qandaqdir bir sehriy kuch meni uning yiniga tortadi. Uningga kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarim, go'zal g'oyalarim haqida so'z açsam meni "Bövek, nodon" deydi. Jahonda nima ishlarning bo'layotganligini, beshinglarda qandaq tugman teshning cho'rgilayotganligini bilmaysizlar. Yurt vatanning qadrini texmi bilmaysizlar. Dunyoda yurt makoni yo'q. U eldan bu elga qo'g'linib, qirg'inchilik, zulmga uchrab o'tgan xalqlarmi ko'p. Allah har qandaq bandisini vatandan ayrimsin, deydi. Bir kuni barsam gazetga besilgan dehqonlarning baxtiyor turmushi va mo'l usul maqtab yozilgan she'rlarni ko'rsatib, "Sen mushunda qo'shoqlarni yozamsan?" deb meni bir haza masxir qildi. Men uningga shu kunlarda e'lon qilingan Ata vasiyati degan she'rimni ko'rsatdim. U ko'z aynikini tuzashtirib she'rni astoydil o'qib, "Ha, bu yozganlaring har holda she'rga o'xshaydi ekan", dedi. Bu uning og'zidan anglagan eng chiroyli gap edi. U doim "She'r degan pig'on" deydi. Men uning gaplariga tamoman qo'shilib ketmasammi, uning bilimiga qiziqatdim va uningdan ko'proq narsa o'rganib olishni ko'zlab, yakshanba kunlari uning oldida soatlab o'tiratdim. Uning oldiga atrofdagi tor, patqoq ko'chalarda o'tirgan nomrod odamlar ko'p keladi. U ularning dard alamlari, qoqshashlarini anglab o'ltirib, menga ko'zning quyruqida qarab qo'yadi. Meni kitobdagi quruq gaplarni yodlab yurmay, oddiy fuqarolarning turmushiga nazar silishga, ta'tilda uyga qaytganda yezlarga berib dehqonlarning nima yeyotganligini ko'rib biqishga undaydi. Shu yili yozda uyga qaytib, cho'ng onamning vafot bo'lib ketganligidan xabar topdim. Uydagilar o'qishimga ta'sir yetishdan ansirab, menga uqtirmagan ishkan. Har bir so'zdan hikmat to'kilib turadigan, bu dunyo va u dunyolik ishlar haqida xuddi qozon beshining ishlaridek oddiy, ishonchli so'zlaydigan,
o'limni ota-onasining oldiga qaytish deb biladigan cho'ng onamning yo'q bo'lishi uyimizni birdilla cho'ldariltib qo'yibdi. Cho'ng onamni doim yo'qlab, ish kuchlarimizga qarshib turadigan homilarimning ikkisimi orqa-orqadan olamdan o'tibdi. Men tuproq beshiga ularni yo'qlab chiqib, o't cho'p bosgan oddiy qabrlar oldida sukutda turganimda, jafo mushaqqat ichida tinim topmay mehnat bilan o'tgan. O'z baxtsizligidan, taqdiridan azaldan qaqshab boqmagan, xuddi qabrisini bosgan o't cho'plardek e'tiborsiz yashagan bu oddiy va ulug' ayollar haqida cho'nqur xiyollarga cho'kdim. Agar u olam jannat deganlar rostila mavjud bo'lsa, ularning jannatda izzat obro'yliq, e'tiborliq bo'lib yashashini chin ko'nglimdan tiladim. Atrofdagi qabrlarga nazar soldim. Hayot yashayotgan kishilarni ko'z oldimga keltirdim. Ularmu homilarimga o'xshash jafo mushaqqatda yashagan. Uningga kunib ketgan. Uningsiz yashashni tasavvur qila olmaydigan. Mayli hukumatning yoki mo'lilarning oldida o'z taqdiridan qaqshash huquqi bo'lmagan kishilar edi. Ularning jafo chekishi, och qilishi, shukr qanoat qilishi mo'minlik bo'lib qolmay, inqilobning ehtiyoji hisoblanadi. Homilarimning yurtida kooperatsiyalishish amdila amalga oshgan edi. Yeridan, ishlab chiqarish saymonlaridan va ilgirki teriqchilik qilish odatlaridan ayrilib gangiragan, hayajonlangan, azor yegan dehqonlar, homilarimning qo'shnilari mening Urumchida o'qiydiganligimni anglab, mendan qandaqdir umid kutgandek ko'ngillaridagi gaplarni menga aytib berishgan edi. Ular atrat kadrlarining qora qursoq, adolatsizligi, atratda yavaş, ishchan odamlar ziyon tortib, hiyligar jon baxtilar va g'o'rillarning foyda oladiganligi, tajribalik ishning yo'lini biladigan dehqonlarning turlik bisim ostida bosh ko'tarolmayotganligi, taqsimotdagi nohaqchilik qatorliqlar ustida og'zi tegmay so'zlashib, haqiqatan yuqoridagi boshliqlarimiz bu yerdagi ishlarni bilmaydi. Shunga bu yerga siyosatning to'g'risi yetib kelolmaydi. Agar shu boshliqlarimiz bilgan bo'lsa, deyishgan edi. Bu oq ko'ngil odamlarning ko'zlaridagi valildab turgan umid dilimga cho'nqur o'rnashib ketgan edi. Shu yili yozliq ta'tilda yana bir ish menga nihoyat cho'nqur ta'sir qildi. Har qitim mahalla do'qmishidan o'tsam, tomga yulinib o'ltirib, o'tgan kashkanlar oldiga tashlab bergan non, oshqan tashqan tomoqlarni yeydigan, o'sib ketgan choch soqqollari chingilishib, ishtinini taratdan qitib ketgan bir odamni uchirtatdim. Uning oldidan o'tkicha ko'nglim g'ash bo'lib, bu kimdi? Nədimi kelgandi? Ilgari bu mahallada bundoq odam yo'q edi-ku, deb o'ylaydim. Bir kuni dadamdan mushu odamning nədin kelib qolganligini so'radim. U bir yerdan kelib qolgan odam emas. Mushu mahallik Yasnaxun zargar, dedi dadam. Dadamning menga bu haqda so'zlab berganlarini anglab, bir vaqtlarda mahalldagi hamma odam bilan loyiqida salom sahat qilishib, tinch kun kechiradigan illiq chiroy, yumshoq so'zlik bu odamni ko'z oldimga keltirib, hayronlikda zuvon surolmay o'tirib qoldim. Dadamning aytib berishicha, Yasnaxun zargar ayoli o'lib ketganlikdan qayta o'ylangan ekan. Yangi ayoli nihoyat chiroyli, gapdon ayol bo'lib, u ikki bolasi bilan zargarning uyiga ko'chib kelgandan keyin xush muomala va noz karashimlar bilan uni olqiniga elib olib, uning ikki bolasini qattiq azoblashga boshlabdi. Yasnaxun atigandan kechgacha zargarxonada ishlab yurib, bolalarining holidan xabarsiz ekan. Xotini uni ko'rganda o'gay bolalariga shirin shikar so'zlarni yog'dirib o'tadi ekan. U ishqa ketishi bilalla ikki bolani og'ir ishlarga soladi ekan. Qursqiga to'yg'idek tomoq, uchisiga tuzukrak kiyim bermaydi ekan. Urib, tillab qo'rqitadi ekan. Yasnaxunning o'g'li ochlik va tayoq azobidan o'lib ketibdi. 12 yoshlik ojisi ukisining o'lim sababini dadasiga aytmoqchi bo'lsa-mu, qo'rqib aytolmabdi. Oxiri Yasnaxun qo'shnilari orqali bolalarining ahvolidan xabar tepib,
ayolini uydan qo'g'ib etmoqchi bo'lganda, ayoli birdan-bir muttaham aka-inlarini boshlab kelib, Yasnaxonni urg'izib, aql hushini bilmaydigan holga tushirib qo'yibdi. U hozir Yasnaxonning uyi va ota-bobolaridan qolgan dafn dunyosini ilkiga ilib, bolalari bilan rohatda yashaydi ekan. O'gay qizni malay o'rinda ishiltidi ekan. Qulum qo'shlari nasihat qilsa urushib kun bermaydi ekan. Ba'zilar uning ustidan arz qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, uning muttaham aka-inlaridan qo'rqib to'xtab qolgan ekan. Men bir mezgil xiyol surib yurdim. Do'qmushdagi tilamchining oldidan har qatim o'tgan chig'imda uning ilgirki pokiz, muloyim qiyofati ko'z oldimga kelib, ichim serilatdi. Bir qatim dadamga bu odamning ahvolini qonun o'rinlariga yoki yurtdagi tuqqanlarga yetkazib, biror yordam qilishni o'ylashayotganligimni aytsam, dadam turib ketib, bu ishning foydasi bo'lmaydiganligini aytdi. Birsi Yasnaxonning tuqqanlari bu ishga aralashmaydi. Ular bu ayolni obdan biladi. Shu tuqqanlarining aytishicha, Yasnaxon xotini o'lib ketganiga 40 kun bo'la bo'lmay bu xotini uyiga akilib olgan ekan. Bu xotini tushunganlar uni bu yo'ldan har qancha to'ssimi parvo qilmabdi ekan. Demak, bu uning tortquligi degan gap. Shunga dada qilsa balaga deydi emasmi? Yana birsi bu bo'sh ayol emas. Muttahamlikda donq chiqqan aka-inilari bor. Ular qonun o'rindagilarning og'zini qandoq bisiq turishni biladi. Qonun o'rindagilarmi bundoq odamlardan yiroq qochadi. Shunga bu ishni Allohga tashlamoqdan boshqa amal yo'q, dedi. Men dadamdan yana. Bundoq ishlar gumondan vaqtidan bormidi deb so'radim. Bundoq ishlar har qanday chog'da bo'ladi, o'g'lim. U chog'dimi batdi, hozirmi bor. Buningdan kiyimi tugab qolmaydi. 5 qo'l barobar bo'lmagandek, bandi deganmi o'xshash bo'lmaydi. Yaxshisimi bo'ladi, askisimi bo'ladi, kuchliki ojizini, yomini, yavushini bo'sa qiladi. Mushundoq jahon bu. Amsa yomonning so'riqi bo'lmamdi. Yomonning so'riqini Alloh o'zi qiladi, balam. Hamma odam qilmishlarining jazosini tortmay qolmaydi. Bu jahon uzun jahon, o'lmasa ko'rimiz texi. Bundaq chaqlarda yiliq mo'zdoz ko'zaynikining ustidan masxirlik qarab. Atrofingga qara, obdarroq qara. Yana nimalarni ko'rsankin, deyotgandek bilinadi. Men dadamning gaplariga ichimda qoyil bo'lmaydim. Nima uchun ko'nglimizga gaplarimizni oshkora deyolmaymiz? O'z ishimizni o'zimiz hal qilolmaymiz. Razillikka oshkora qarshi turmaymiz. Allah bu dunyodagi shuncha ko'p ishning qaysi birini hal qilib bo'lalaydi? Hamma ishni Allohning hal qilib berishiga, taqdiriga tashlab yashayveramdi. Bizmi aql ho'shqa, so'zlash iqtidoriga ega odamg'u. Ezilish, nohaqchilik bo'lmagan baxtiyor jamiyat haqida xom xiyollarim bichit bo'lib, turmushning murakkab ham rahimsizligini, nohaqchilik, tengsizliklarning bundoq oddiy odamlarning turmushida emas, jamiyatning hamma qatlamida, hatto cho'ng ziyolilarning, amaldorlarning orasidami mavjudligini, oddiy kishilarning mangu dabdabalik tashviqotlarga oldinib o'tadiganligini tushunganimda texmi gangirdim. Nurg'un savol, ikkilanish va o'ylanish natijasida kelgan xulosam shu bo'ldiki, sotsializmni bir kim qurib bermaydi yoki u tayyor holda osmondan tushmaydi. Uni biz quramiz. Sotsialistik davlatda xalq davlatning xo'jayini. Menmo shularning biri. Demak, mening jamiyatdagi nohaqchilikni, nomrodlik, qora qursaqlikni, rahbarlarning xalqning orzusini yerga qo'ygan taraflarini ichib ko'rsatib berish majburiyatim va mas'uliyatim bor. Qo'limdagi qalamim bu mas'uliyatimni ado qilishdagi eng yaxshi qurol emasmi? Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.